Farruh aka. Nigora. Nigora? Nigora! Assalomu alaykum pochcha, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshimisiz derdim-u, yaxshiligi ko'rinib turibdi. Opajon yaxshilarmi? O'zidan so'rash niyatingiz yo'q mabodo? Ozgina vaqtim bo'lmay qolgan. Ha. Sizning vaqtingiz yo'q-ku. Senga unaqa mol davlat, pul, mashina, aysh-ishrat bo'lsa bo'ldi-ku. Opa, nima kerak bo'lsanga? Joni jigarni. O'zingni o'zing katta bo'lib qolgan-ku-san. Mujrik? Ha, noto'g'rimi? O'zingga opangga umuman telefon qilmaysan. Anchadan beri senga telefon qiladi, na ko'tarasan, na javob berasan. Loqal bir marta ko'tarib gaplashsang bo'lardi. Unutma, onang o'tgandan keyin quchoqlaganingda onangning iforini beradigan yagona ayol mana shu opaginang bo'ladi. Men bilan savob qil. Opang xursand bo'ladi. Nigora? Qarasani ko'rgani kim keldi? Opajon? Akajonim, Nima opajon? sog'inib ketdim seni. Men ham sog'inib ketdim opajon sizni. Yanchig'im. Mendan doim xabar olib turgin, xo'p? Har doim xabar olib turaman opajon. Men kasal bo'lib qoldim, akajon. Siz hech narsani o'ylamang. O'zimiz sizdan davlatamiz. Hali ko'rmaganda bo'lib ketasiz, xo'p? Yaxshi bo'lib ketaman.